Abdulloh ibn Muborak g'azotga chiqsalar kimliklari bilinmasin uchun yuzlarini niqoblab olar ekanlar. Abdulloh ibn Sulaymon aytadilar, men niqobning bir chetini ushlab tortdim. Shunda u zot, ey Abu Amr, siz bizni uyaltirib sharmanda qiladigan kimsalardan ekansiz dedilar. Ibn Muhayriz ko'ylak sotib olish istagida chaqa pul bilan do'konga kirdilar. Shunda bir kishi sotuvchiga qarab, u Ibn Muhayriz bo'ladilar, savdoni chiroyli qiling dedi. Shunda Ibn Muhayriz savdoni to'xtatib, do'kondan chiqib ketdilar va biz faqat pullarimiz bilan sotib olamiz, dinimiz bilan sotib oluvchi emasmiz dedilar. Halaf ibn Tamimiy aytadilar, men Sufyon as-Savriyni Makka da ko'rdim. U zot atroflarda hadis o'rganuvchilar ko'payib ketganida, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Men kabi insonga odamlarning hojati tushgani sabab Alloh bu ummatni yo'q qilib yuborishdan qo'rqaman derdilar. Imom Ahmad aytadilar, bir kishi Sufyon as-Savriyga u zotni tushida ko'rgani haqida aytganda, o'zingni qiynama, men nafsimning qandayligini tush ko'ruvchilardan ko'ra yaxshiroq bilaman degan ekanlar. Ibrohim Naxai aytadilar, qilingan bir yaxshi amalni gapirdim. Agar gapirmaslikdan qutulish yo'lini topganimda edi gapirmasdim. Qaysi bir zamonda men ko'fi faqihi bo'ladigan bo'lsam, demak o'sha zamon yomon zamondir. Hasanul Basri aytadilar, bir kishi bir yerda zikr qilib o'tirardi. Qachon ko'z yoshi kelsa uni orqaga qaytarardi. Agar ko'z yoshi chiqib ketishidan qo'rqsa turib olardi. Muhammad ibn Vosi, agar gunohlarimga hid berilganda edi, sizlar menga yaqin kela olmagan bo'lardingiz. Men shunday kishilarni ko'rdimki, ulardan birlari ahli bilan bir yostiqda yotardi. Ko'z yoshidan chekkasi ho'l bo'lib ketardi, ammo buni ayoli his qilmasdi. Yana shunday kishilarga yetishdimki, ulardan biri namozda bir safda turib yig'lardi, buni yonida turgan kishi sezmasdi derdilar. Hasson ibn Sinonning ayoli aytadi, Hasson ibn Sinon kelib to'shakka yotardilar. So'ng meni xuddi ona o'z bolasini aldab uxlatganidek aldab uxlatishga harakat qilardilar. Agar uxlaganimni bilsalar, sekin to'shakdan sug'urilib chiqib, xonadan chiqib ketardilar. So'ng namoz o'qishga turar edilar. Ali ibn Husayn Zaynul Obidin rahimahulloh kechaning eng oxirgi qismida orqalariga bir qop nonni ortib, uni odamlarga maxfiy ravishda ulashib chiqar edilar. U zot doimo maxfiy qilingan sadaqa Alloh azza va jallaning g'azabini o'chirur derdilar. Madina ahli aytadilar, biz maxfiy sadaqani Ali ibn Husayn vafot etgunlariga qadar yo'qotmadik. Amr ibn Qays Mulai 20 yil nafar roza tutdilar. Buni ahli oilalari bilmadi. U zot nonushtalarni olib, tongla do'konga ketardilar va o'sha taomni sadaqa qilib yuborardilar. Buni oila a'zolari bilmasdi. Agar u zotga yig'i kelib qolsa, yuzlarini devorga qaratib, sheriklariga shamollash qanday ham qattiq der ekanlar. Kech kirganda uylariga qaytardilar va ahli oilalari bilan kechki ovqatni, iftorni birga qilardilar. Amallarni maxfiy qilish haqida yuqorida o'tgan so'zlar odamlar oldida butunlay amallarni tark qilish lozim degan ma'noni anglatmaydi. Amallarni maxfiy qilish qalbning riyodan xotirjam bo'lishi jihatidan afzallikka yo'yiladi. Kishi amallarni odamlar mavjudligida ham qilaverishi mumkin. Ayniqsa u amallar insonning doimiy qilib yuradigan ibodatlari bo'lsa, uni har qanday holatda ado etish joiz. Faqat bunda qalbini riyodan qattiq saqlash kerak. Odamlarni jonivor yoki yosh bola sifatida e'tiborsiz sanash kerak. Bu albatta odamlarni kamsitishga kirmaydi, chunki u bu tasavvurni kibr bilan emas, balki riyodan saqlanish uchun qilmoqda. Bu bandalar amal u uchun qilinayotgan Alloh taolo oldida haqiqatda haqir maxluqlardir. Musulmon kishi riyodan saqlanish bilan amallardan to'suvchi shaytonning vasvasasi orasini ajratib olishi lozim. Shunda u ko'p yaxshiliklardan ortda qolib ketmaydi. Zero shayton ham riyo va undan qo'rqish mavzusini ibodatdan to'sish uchun qurol qilib olishi mumkin. Biron yaxshi amal qilmoqchi bo'lgan odamga, xoh u talib ilm, xoh mudarris, xoh va'z aytuvchi bo'lsin, kelib bu ishning riyoga olib borishini, agar to'xtamasa shirkka tushib qolishini vasvasa qilaverib, uni maqsadidan to'sishi ehtimol. Imom Ibn Javziy aytadilarki, iblis ziyrak va'z o'quvchini aldab, unga sen kabi odam ma'ruza qilmaydi, pand-nasihatni faqat hushyor odamgina o'qiydi deb, uni jim bo'lishga va ma'ruzasidan to'xtatishga undaydi.
Mana shu shaytonning hiyla-nayranglaridandir. Chunki u yaxshilik qilishdan to'smoqda. Ba'zan u kelib sen o'zing keltirayotgan narsalaring, oyat, hadislar bilan lazzatlanyapsan va bundan rohat topyapsan. Ehtimol so'zingga riyo kirib qolgandir. Bundan ko'ra odamlardan uzoq bo'lishing tinchroqdir deydi. Uning bundan ko'zlagan maqsadi yaxshilik eshigini yopishdir. Agar riyo yoki sum'a, ya'ni odamlar ko'rsin yoki eshitsin degan tushuncha biron amalni qilishga undayotgan bo'lsa, o'sha amaldan to'xtash zarur. Ammo kimning xolis boshlangan amaliga riyo vasvasasi aralashsa, amalni tark qilmay bu vasvasani bartaraf etishga harakat qilmoq kerak. Demak, musulmon kishi qalbidagi niyatini to'g'rilab, azm va qarorini mustahkamlab, qayerda bo'lmasin odatiy solih amallarni davom ettiraverishi va bunda shaytonning vasvasasiga uchib qolmasligi zarur. Lekin nafl amallarni odamlar ko'zidan panada qilishga odatlanishi uning uchun a'loroqdir. Ikkinchisi, ko'pincha shayton solih kishiga u haqda odamlarning maqtashlarini, iliq so'z aytishlarini riyo sifatida keltiradi. Shak shubha yo'qki, kim amalni odamlar maqtovi uchun qilsa bu riyodir. Biroq kim amalni xolis Alloh uchun qilsa va amalidan so'ng odamlarning unga aytayotgan maqtovlardan ozgina xursand bo'lib qo'ysa, bu ixlos haqiqatiga zid emas. Muslim o'z sahihlarida Abu Zarr roziyallohu anhu dan rivoyat qiladilarki, payg'ambar alayhisalomdan yaxshilikdan birontasini qilib so'ng odamlardan maqtov eshitgan kishining amalini riyo deb hisoblaysizmi deb so'rashganida, u zot sallallohu alayhi vasallam bu mu'minlar uchun oldindan berilgan xushxabardir dedilar. Uchinchisi, ba'zan kishi amalni xolis Alloh uchun boshlaydi, lekin o'sha amal asnosida qalbiga riyo hissiyoti keladi. Bunda uning amali bekor bo'lgani yoki bo'lmaganligi borasida ikkilanib qoladi. Ulamolar bu haqda turlicha fikr bildirganlar. Bu boradagi fikrlarning to'g'risi shuki, agar kishi shu holatda o'sha riyoga qarshi kurashsa, uni yomon ko'rib qalbidan chiqarib tashlashga harakat qilsa, uning amali bekor bo'lmaydi. Ammo o'sha xayolga rozi bo'lib, shu fikrda amalini davom ettiraversa, unda uning amali bekor bo'ladi. Vallohu a'lam. To'rtinchisi, biz riyoning yomon illat ekani haqida gapirar ekanmiz, masalaning boshqa tomonlarini ham nazardan qochirmasligimiz kerak. Odamlarni, ayniqsa yoshlarni va islomga yangi kirib kelayotganlarni nafl ibodatlarga rag'batlantirish, qiziqtirish va o'rgatish uchun ba'zan shu ibodatlarni oshkora qilish, maxfiy qilishdan ko'ra afzalroq bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'lim uchun nafl ibodatlarni ahli ayollari oldida, ba'zan sahobalar bilan birga ado qilganlari hamda ba'zi salaflar nafl amallarni boshqalarga oshkora ko'rsatib qilganlari bunga misoldir. Agar ibodat dindagi farz yoki muhim ta'kidlangan sunnatlardan bo'lsa, u holda uni ta'lim uchun oshkora qilib ko'rsatish afzal, balki zarur bo'lishi mumkin. Alloh taolo Baqara surasining 271-oyatida infoq, ihson haqida so'z yuritib shunday deydi: Agar sadaqalarni oshkora holda bersangiz, juda ham yaxshi. Agar ularni maxfiy qilsangiz va faqir kambag'allarga bersangiz, bu sizlar uchun yanada yaxshiroqdir. Alloh gunohlaringizni o'chirur. Alloh qilayotgan amallaringizdan juda yaxshi xabardordir. Bu oyat xususida Imom Bag'aviy aytadilar: ayrim mufassirlar bu oyat nafl sadaqalar xususidadir. Farz qilingan zakotni esa odamlar ergashishlari uchun oshkora berish afzaldir. Bu xuddi farz namozni jamoatda o'qish, naflni esa uyda o'qish afzal bo'lgani kabidir deyishgan. Ba'zilar esa bu oyat farz qilingan zakot xususidadir. Uni maxfiy berish Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida yaxshiroq bo'lgan. Bizning zamonimizda esa yomon gumonlarni ketkazish uchun uni oshkor qilib ko'rsatib berish afzaldir deganlar. Riyo bo'ladi deb nafl amallarning hammasini faqat yashirin qilishga o'tib ketiladigan bo'lsa, yoshlarni nafl ibodatlarga o'rgatilmasa, buning o'ziga yarasha salbiy natijalar ham bo'lishi mumkin. Jumladan, farzand yoki shogird nafl ibodat qilayotganlarni amalda ko'rmasa, ibodatlarga bo'ladigan targ'ibotlar quruq va hayoliy gapdan iborat bo'lib qoladi. Bu holda go'yoki ustoz yoki ota-ona o'zi amal qilmaydigan narsaga boshqalarni targ'ib qilgandek bo'lib qoladi. Demak, nafl amallarni odamlarning ko'zidan yiroqda qilish riyodan xoli bo'lishi jihatdan afzal ekanini ta'kidlash bilan birga, ularni odamlarning ko'z oldida ham riyodan xoli holda qilishga o'rganishimiz va yoshlarga o'rgatishimiz lozim. Zero bu ham dini islom yo'lida qilinadigan da'vat va tarbiyadandir. So'zimiz